Hikoya qilishlaricha, ikki ayol Ibn Abu Layla ismli qozining oldiga boribdilar. Qozi ham o'z zamonida nomi mashhur bo'lgan qozilardan biri ekan. Qozi debdi: "Qay biringiz arzni boshlaysiz?" Ulardan biri ikkinchisiga qarab: "Sen boshla" debdi. Ikkinchi ayol debdi: "Qozi janoblari, otamning vafotlaridan so'ng ammam bo'lmish mana bu ayolni men oyijon deb chaqira boshladim. Chunki menga tarbiya berdilar va to ulg'aygunimga qadar meni o'z kafillariga olgan edilar." Qozi: "Undan keyinchi?" Ayol: "Bir kuni amakimning o'g'li kelib, ammamdan qo'limni so'radi. Shundan so'ng ammam meni unga fotiha qilib so'ngra uzatdilar. 3 yildan so'ng umr yo'ldoshimning xulq atvorini bilgan ammam bo'yi yetib qolgan qizlarini yasantirib, umr yo'ldoshimga ko'z qilishni boshlaydilar va orada qizlarini faqat unga uzatmoqchi ekanliklarini ham aytib o'tadilar. Hojam ham qizni ko'rgach yoqtirib qoldilar. Bunday fursatdan foydalangan ammam hojamga shunday dedilar: "Qizimni senga beraman, faqat bir shartim bor, akamning qizini kafilligini menga topshirasan." Hojam bu shartga rozi bo'lib to'y qildilar. To'y kuni ammam kelib menga: "Umr yo'ldoshing qizimga uylandi, sening kafilligingni esa menga topshirdi. Bugundan boshlab sen taloqsan" dedilar. Men esa o'sha tunda taloq ayol qurboniga aylandim qoldim. Oradan bir qancha kunlar o'tgach, ammamning umr yo'ldoshi uzoq safardan qaytib keldilar. Men u kishidan "Menga uylanmaysizmi?" deb so'radim. U kishi katta shoir edi. Mening bu taklifimga rozi bo'ldilar. So'ngra men u insonga "Faqat bir shartim bor" deb aytdim. "Ammamning kafilligini menga topshirasiz" dedim. U kishi bu shartimga rozi bo'ldilar. So'ngra turmushga chiqdim va o'sha zahoti ammamga risolat yuborib: "Kafilligingiz mening qo'limda. Bugundan e'tiboran siz taloqsiz" deb aytdim. Ammam bir zumda taloq ayolga aylanib, yolg'iz o'zlari qolgan edilar. Qozi bu so'zlarni tinglagach, o'rnidan turib "Ya Alloh" deb yubordi. Ayol: "O'rningizga o'tiring, hikoyaning qizig'i endi boshlanadi." "Xo'sh, davom ettiring." Ayol: "Oradan kunlar o'tgach, shoir kishi ya'ni hojam vafot etdilar. Ammam bu xabarni eshitgach, o'sha zahoti kelib, uni taloq etgan hojamning merosini mendan talab qila boshladilar. Men ularga: "U kishi mening hojam edi. Meros bilan sizning qanday aloqangiz bor?" deb aytdim. Iddam tugagach, ammam qizlari va kuyovlari bilan kelib, oramizdagi meros hukmini chiqarmoqchi bo'ldilar. Biroq sobiq erim meni ko'rgan zahoti men bilan o'tkazgan damlarini eslab, meni juda ham sog'inganliklarini aytib qoldilar. Men ulardan "Meni qaytarib olasizmi?" deb so'radim. U kishi "Ha" deb javob berdilar. So'ngra men ularga: "Shartim shuki, ayolingizni, ya'ni ammamning qizini kafilligini menga topshirasiz" deb aytdim. U kishi ham bunga rozi bo'ldilar va ammamning qiziga "Sen taloqsan" deb aytdim. Qozi ikki qo'lini boshiga qo'yib "Qani bu yerda savol" deb yubordi. Amma davom ettirib savol berdi: "Qozi janoblari, bu ayol meni va qizim ikkimizni taloq qildirib, o'zi esa 2 erga va merosga ega bo'lib olgani harom emasmi?" Qozi javob berdi: "Allohga qasamki, men bu yerda harom ishni ko'rmayapman. Erkak odamning 2 marotaba uylanib, so'ngra taloq va vakolat berganining nimasi harom?" So'ngra qozi masalaga yanayam oydinlik kiritish uchun xalifa Al-Mansur huzuriga borib, bo'lib o'tgan voqeani so'zlab beribdi. Xalifa voqeani eshitgach, oyoqlari bilan yerni tepib xaxollab kulib debdi: "Alloh keksa ayolni qatl etibdi. Kim akasiga chuqur kovlasa, o'zi unga qulabdi. Ammo bu yerda ayol chuqurga emas, balki dengizga sho'ng'ib ketibdi." Nikoh shartnomasi imzolangach, qiz otasining kafilligidan chiqib, sening kafilligingga o'tadi. Nikoh shartnomasiga imzo chekishdan oldin bir o'ylab qo'y. Yo uni otasidek aziz tut, yo uni otasining o'zida qoldir.